Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan aviakassa xodim Jahongir Jamol. Xudo xolasa kassadamiz. Kelganmiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. Faqat ko'rsatilgan raqamlarimiz orqali aloqaga chiqingizlar. Hurmatli yurtdoshlar, aviakassa xodimlarining nomerlarini saqlanib qilib WhatsAppdan ham aloqaga chiqsalaringiz bo'ladi. Biletlar bo'yicha hozirgi kunda kunlik yangi reyslar qo'yilib ketyapti. Ya'ni Centrum kompaniyasidan, misol uchun, Termizga mana iyul oyiga yangi reyslarimiz qo'yilgan. Kelish ham, ketish ham arzonroq variantlarda chiqyapti. Ma'lumotlarga ega bo'lish uchun esa bemalol telefon raqamlarimizga bog'langan holda bilet xarid qilingizlar. O'zimiz aeroportda qo'ldan kelgancha yordamlar qilib o'tkazib qo'yamiz. Zapret, deport tekshirishlar bo'yicha ham bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Keyin deportni, misol uchun, besrochniy bo'lib urilayotgan deportlarni ochib, yechib berib, kirgizib kelishga ham harakat qilib, u yo'llarni ham qilib kelamiz. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Aviakassa xodimlariga like bosib, obuna bo'lib qo'yingizlar, kuzatishda davom etingizlar.